Kelinlarni eng dangasa qiladigan kunlardan bugun shanba deydi-yu. Shanba kuni bog'cha yo'q, maktab yo'q. Bir kun maza qilib yotib dam olamiz. Nu eri ishga boradiganlarga qiyin, ertalab voqli turib majbur choy tayyorlab berib, choyini ichirib, keyin qolgan ishlarni qilish. Men ham hozir ertalabdan turib adamsaga choy tayyorlab, keyin kirchirlarimni yuvib, uylarimni uborka qilib, keyin xudo xolisi bugun sinfdoshlarim bilan sinfdoshlar bilan o'tirishga borishim kerak. Bolalarimni обязательно onamlarnikiga olib borib qo'yaman. Bir kun onam qaraylar. Singlim Banisada, uni ham borib ko'rib kelishim kerak bugun. Xudo xolisi qilamiz hamma ishlarni. Birinchi kollagenimni ichib olsam bo'ldi.